Mana biz mazza qilib ovqatlanishga ketyapmiz. Mazza qilib kiyinib oldik. Chiroyli bo'lib. Bizning qo'limizga bunaqa brasletchik taqib qo'yishdi. Ketyapmiz mana. Umrimda birinchi marta qishda bunaqa yupun kiyinib ko'chaga yurishim. Men bitta hali shou bo'lar ekan. Bo'ldi bilib oldim qanaqa shou bo'lishini. Bularning shou katta bo'ladi. Bularda basseyn ham bor. Hal basseyndan ham video olaman. Bularda xohlagan vaqtingizda basseynda cho'milsanglar bo'ladi. Xohlasanglar kechasi, xohlasanglar kech payt, xohlasanglar ertalab, xohlasanglar azonda. Xohlagan narsanglar bor. Smoozi bor-ku, o'shanaqani tekinga xohlaganingizcha tayyorlab berar ekan. Zo'r-ku. Oyim adam ovqatlanib bo'ldik, qorni to'ydi. Hozir sekin xonaga boramiz. Bunaqa marojniy ham bor ekan, hamma narsa tekin ekan bu yerda. Marojniygacham tekin. Hozir basseynchaga tushib chiqaman. Kechasi hamma joy qorong'u. Lekin mana basseynga tushkim kelib qoldi. Bizda mana shunaqa atmosfera. Bitta har xil artistlar kelar ekan. Yonda har xil katamaran, bola mashinalarda uchishdi ekan. Men xonaga kiryapman sekin. Ular hali gaplashib turishibdi. Bitta bizning xonada bitta kravatda tadushka yo'q ekan. Men xonaga keldim. Xona ochaman. Lekin telefon xarak beradi. Mana biz ikkinchi marta ham chiqdik. Ikkinchi ovqatga. Hozir bitta boshlanyapti ekan konsert. Aziz obunachilarim, men xonaga keldim. Shu bilan bir kunlik vlogimiz tugadi. Ertaga kutib turinglar. Men sizlarga undan ham qiziqrog'i, ya'ni basseynda video olaman. Xayr.